Geodeziya va kartografiya kurslarimizda davom etamiz. Avvalgi darsimizda biz kavlanma va ko'milma hajmini hisoblash uchun noldan baland va noldan past bo'lgan hududlar chegarasini aniqlagan edik. Bu yerda ko'k rangdagi hudud noldan baland hamda to'q jigarrangdagi yerlar esa noldan past qiymatlar ekanligiga aniqlik kiritgan edik. Endigi navbatda biz bajaradigan vazifamiz bu aynan shu maydonlarni o'lchash hisoblanadi. Maydonlarni o'lchash uchun biz yana qidiruv oynasiga yuzlanamiz hamda yozamiz. Demak, raster to polygon. Rasterni poligon shakliga o'tkazish. Mana raster to polygon funksiyasini topdik. Uskunasini 2 marta bosish orqali buni ochamiz hamda input raster birinchi bandiga 5-amalimizni kiritamiz. Field, ya'ni qiymatlar bo'yicha, value bo'yicha 0 va 1 ikkita tur bor va shu ikkita tur bo'yicha biz maydonlarni ajratib olishimiz kerak. Keyingi bandida biz bu yerga maydonlar, buni amal 6 deya kiritsak ham bo'ladi. Amal 6. 6-chi bajargan amalimiz hisoblangani uchun simplify polygons dan belgi olib tashlanadi hamda create multi-part features qismiga belgi qo'yiladi. Bu belgi nimani bildiradi? Agar simplify polygons qiladigan bo'lsak, bu yerda chiziqlar to'g'ri shakllantiriladi. Agar biz bu qiymatlardan simplify dan belgini o'chirsak, bu piksel kesimida bizga chiziq chizib beradi mana. Zina ko'rinishida. Bu esa o'z navbatida aniqlik yuqoriroq bo'lishiga sababchi bo'ladi. Hamda ikkinchi belgi create multi-part features. Mana ahamiyat bering, bizda to'q jigarrang tusdagi hududlar 3 tani tashkil etadi. Mana bu asosiy qismi 1, mana bu eng kichik qismi 2 hamda o'rta qism bu 3. Bu uchala maydonni bizga bitta yaxlit faqat 3 qismdan iborat shakl sifatida maydonni o'lchash uchun ham oson ko'rinishga keltirib beradi, agar belgi qo'yilsa. Agar belgi qo'yilmasa, bu xaritamiz bo'ylab, demak 1, 2, 3 hamda 4 ta maydon hosil bo'ladi. 4 ta maydonni ko'k alohida, qolgan 3 ta maydonni esa biz to'q jigarrangni alohida hisoblashimiz va yig'indisini qo'lda chiqarishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun bu yerga belgi qo'yildi. Bu bandiga tegilmaydi hamda OK tugmasini bosamiz. Mana bizda natija hosil bo'ldi. Endi bu natijaning amaliy ko'rinishini ko'rishimiz uchun biz uning atributiv ma'lumotlariga kirishimiz kerak. Mana shape area hamda shape length. Shape area bu metr kvadrat birligidagi uning maydonini anglatadi. 0 bizdagi ahamiyat berishingiz mumkin. Bitta qatlam, bitta obyekt tanlaganimizda birdaniga 3 ta hududda obyekt tanlandi. Bu uchalasining umumiy maydoni 82,65 gektarni tashkil etdi hamda yana bitta ko'k rangdagi maydonimiz ko'rishingiz mumkin. Bu 92 gektar 34 sotix maydonni keltirib chiqardi. Bular bir-biriga hech qachon teng bo'lmaydi, chunki balandlik va pastlik, ya'ni chuqurlik qiymatlari orqali biz tuproq hajmini hisoblashimiz kerak. Ana tuproq hajmidagi qiymatlar teng chiqishi uchun biz
bu yerdagi qiymatlarni teng bo'lmasligini ko'rishimiz mumkin. Demak, bizdagi navbatdagi darsimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi darsda biz o'yilma va ko'tarilma hajmini hisoblash masalasida to'xtalib o'tamiz. Salomat bo'ling.